Alhamdulillah Dubay aeroportidan eson-omon chiqib Hech qanday muammo bo'lmadi. Xudo xolasa bu yog'i Dubayga yo'l olamiz. Ishoninglar, futbolga kirish chiptasi yo'q. Shu joygacha keldik. Alloh bizga yo'limizni ochiq qilgan bo'lsa, stadionda ko'rishamiz. Videoga like bosamiz, yaqinlarga jo'natib qo'yamiz va podeshkada bo'lamiz. Men kimni uchratib qoldim? barchalaring tanigan o'sha Makka tilloga Velida borgan yurtdoshimiz Andijon Ultis burguklarini fanati. Bundan tashqari Abror O'zbekiston milliy terma jamoalarini uy va safar o'yinlarini qoldirmasdan boradi. Futbolda shinavandasi. Xudo xolasa ko'rishib qoldik. Sizning biletingiz bormi? Bor. Qanday baxtli insonsiz. Bizning biletimiz bor, Xudoga shukr. Xudo xolasa bugun bayramda birga nishonlaymiz. Inshaalloh mundialga. Shot necha bo'ladi? Shot hisob ochilmasa ham mayli. Qarang, shot taxmin qiling, hisob ochilmasa ham mayli. Shot 2-1 bo'ladi, biz yutamiz. Agar biz yutadigan bo'lsak, Farg'onaga boraman. Biz gruppaga oshib berasiz. Agar 0-0 bo'ladigan bo'lsa, Andijonga kelsangiz men qilib beraman. Sizlar nima deysizlar? Kommentariyaga yozib qoldirib, bugungi uchrashuvda qaysi o'yinchimiz gol uradi? Vaqt ketdi. O'zbekiston.